Minecraft, lekin men o'lsam dunyo reallashadi. Qarasangizchi bunday go'zallikni, bu go'zallikni ko'rib o'lging keladi-ya. What? Nima bo'ldi? Nima? Hali men gapirib ulgurmadim-ku. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Astral va biz o'sha videoni boshladikmi? Axir men hali boshqalarga tushuntirganim yo'q-ku hali nima bo'lishini. Lekin men bu gap yo'q. 1 pikselli bloklar, hamma narsa 1 pikseldan ajoyib xuddi qog'ozga chizilgandek. Oho, qo'ylar qaranglar, qo'yda hatto ko'z yo'q, hatto hech bo'li yo'q. Ha, partikellar ham hattoki 1 blokdan, 1 pikseldan iborat ekan. G'alati, hamma narsa 1 piksel. Demak, men buni reallashtirishim kerakmi? Reallashish uchun o'lish kerak. O'lish esa juda ham oson. Chunki Minecraft Bedrockda har qadamda o'lim uchraydi. Lekin har qanday o'limni ham qila olmaymiz-da. Har qanday o'limni bittadan tarqatdi, nima deydi? Takroran qilaversak, menimcha qizig'i ham qolmaydi va menimcha reallashmasammi kerak. Axir mod yaratuvchilari buni yaxshi bilishadi-ku, axir jinni emaslar, ular ham qishloq, yanimizda qishloq, bu yerda esa non, ovqat uchun, lekin 1 pikseldan bo'lgani juda ham g'alati bo'lyapti. Ko'zlarim qamashib kelyapti va lag ekan. Nimagadir bu teksturani tuzatishmagan ekan, qanaqadir optimizatsiya qilmaganmi? Menga yotoq kerak birinchi navbatda, yotoq. Qaysi bu yer yotoq emas, bu yer qanaqadir qishloqniki ekan va bu yerda toolsmith, ajoyib temirchining uyi. Qani ichini ko'raylik, ichida ejirxona, sandiqlar ichida zo'r narsalar bor ekan deb ayta olmayman, chunki hamma narsa 1 pikseldan. Undan ko'ra bitta yotoq topishim kerak. Nahotki bu yerda qaysidir uyda yotoq chiqmasa, nima bu qishloqdagilar uxlamaydimi? Qani bu yer ham smokerniki ekan bu yerdagi. Bu yerniki esa qani bu yer kimyogarning uyi. Kimyogarning uyi nechinchi marta chiqishi? Hozir ikkinchimi, birinchimi? Birinchi marta va bu yerda va bu uyni tekshiraychi, bu uyda qanaqa narsalar bor ekan. Fikrlab shu uyda yotoq bo'lsin-da. Nima? Yana kimyogarning uyimi? Nima yotoq yo'qmi bu yerda? Hattoki nima balo bular uxlamaydimi? Monsterlar ekan bu yerdagi qishloqlar. Hammasi bu yerda ham yotoq yo'q, sandiq bor. Sandiqda esa laser cap, bir balomi, hamayli tezroq yotoq topishim kerak. Qaysi uyda yotoq bor axir? Men uxlamoqchiman. Uxlamoqchi emas, respawn point qo'ymoqchiman. Qani bu uyda yo'q albatta. Nargi uyni tekshirim shekilli. Demak, o'zim yashashimga to'g'ri kelar ekan. Albatta bu uyga kirdim. Demak, o'zim yasarman. Bo'ldi, o'zim yashashim kerak ekan. Majburman endi. Bu uyda ham yotoq yo'q, qaranglar, hamma yo'q, kimyogar uy to'lib ketgan. Bu yerda nima bular hammasi kimyogarmi? Faqat yotoq yo'q ekanda. Afsus. Qani yasasak, bu yerda esa stig va bunda ham yasash qiyin, chunki hammasi 1 pikseldan. Wooden pickage, wooden shovel, sword, shu kerak albatta. Qilich kerak deb baribir. Qilich bilan hozir qo'ylarni bir-bir o'ldirib chiqamiz va biz yotoq yasaymiz va nihoyat. Qani qo'ylar, bu yoqqa kelinglar, sizlarning ajalinglar yetdi. O'zi endi spam bo'linglar, lekin bittasi tushib ketib o'lib ketdi, lekin qilich bilan o'ldirmoqchi edim. Afsus, halol o'lmadi bechora. Mayli, endi qilich bilan o'ldiramiz nargisini. Bu yoqqa bunisi ham o'ldi, ikkita jum bo'ldi, lekin hozir bittasi qora bo'lib qoldi-da. Afsus, bu yerda hattoki bo'yoq ham yo'q. Bo'yagani gul bo'lish kerak. Guldan ingredient yasash kerak. Mayda chudasi juda ham ko'p ekan. Qani bu yoq atrofda yana bitta oq qo'y bormi ekan? Qani bitta topib olaychi bitta. Yotoq yasamoqchiman. Men bu pikseldan juda ham charchadim. Bitta piksel ko'zimni g'alati qilib o'ryapti, to'g'risini aytsam. Oddiy Minecraft emas, qanaqadir o'yinda o'ynayotgandek bo'lyapman. Qo'y chiqmayapti, qo'y nimaga? Qo'yni shunchalik izlash qiyin bo'ladi deb o'ylamagandim. Bu yerdagi nima? Bu yerdagi qo'y ekan, demak, bundan yotoq yasaymiz hozir. Qani kela qol bu yoqqa. Mana senga va nihoyat dushta jum bo'ldi. Endi biz bu bilan yotoq yasay olamiz va realizmni upgrade qilishimiz mumkin bitta o'lim bilan. Qaysi biridan tanlasam ekan buncha? Tepalikda yiqilib bo'lsam ekan yoki suvda chiqib bo'lsam ekan? To'xtinglar. Axir bu yerda galem bor-ku. Galemni qo'ldan o'lish menimcha juda ham yaxshi bo'ladi, chunki baribir galemni baribir o'ldirib yuboraman keyinroq. Undan keyin esa temirlar bo'ladi, keyin galem yasash kerak bo'ladi undan o'lish uchun. Chunki galemni o'lish ham alohida bir narsaga kirsa kerak. Kirishi ham aniq. Mana yotoq tayyor. Endi yotoqni qo'yamiz, lekin pikseli bitta ekan. Yaxshi, lekin qo'lingizda turganda bitta piksel ko'rinmas ekan. Hammayli, shuni ham yaxshi. Qani galemjon ura qol meni endi. Yana bitta zarba va nihoyat.
Dunyo reallashdi. Ajoyib piksellar ko'payibdi. Va nihoyat. Galem senda buni mehnating katta va o'zimning ham mehnatim katta. Chunki men yotoq topdim, respawn point qo'ydim va nihoyat qaranglar crafting table desa bo'ladi. Stick, tayyorlar, hamma narsa endi ko'rinib turadi. Bir yaxshi daraxt, barglar, quyosh, osmon, ko'zlarim sog'inibdi bu joylarni. Lekin bu piksellarda ham o'zi o'ynamayman-ku. To'g'risini aytsam yaxshi, lekin menda nahotki menda hozir yog'och yo'qmidi? Ketmonni yasaymiz va ovqatimizni olamiz. Buni ham olib olamiz. Crafting table'ni hech qayerga qo'ymayman. Endi yotoq ham kerak emas hozircha. Faqat yangi o'lim paydo bo'lishigacha buni ham olamiz, buni ham olamiz. Hammasini yig'ishtirib olamiz. To'xtanglar, men qana olmadim o'zi. To'xtanglar, men hali ketmon yasamabman-ku. Ketmon emas. Bolta yasab qo'yibman. Wooden shovel va yana ozgina daraxt ketmayapti ekan. Nimaga ham buncha oz chopdim-a? 5-6 ta chopib qo'ysam yaxshimidi? Mayli, endi menda bolta bor. Bolta bilan chopib beraman. Osongina yana bitta va daraxtni oxiriga chopib qo'yaylik, a? Oxirigacha. Nima bo'pti? Bir narsa tushib qolsa, olma tushib qolsa-mi? Yag'ay, savanna daraxtidan olma tushishni kutmas sirol. Qani, buni olamiz va bu yerga qo'yamiz. Buni tayyor. Endi ketmon yasaymiz. Ketmondan esa hamma bug'doylarni o'rib olamiz. Menga ko'proq non kerak. Hammasini olamiz. Wow, balandlikdan o'lish missiyasiga juda ham to'g'ri kelar ekan. Ajoyib. Demak, bu yerni o'zini yana bitta pikselga ko'tarilamiz. Yana ham reallasha olar ekanmiz. Yotog'ini qo'yaman, respawn point. Enderman, qayerga keting? Ender Pearl'dan o'lish ham bitta challenge edi shekilli, yana bilmadim. Agar shuni sinab ham ko'rish kerak, lekin demak, men tayyorman. Va nihoyat, balandlikdan yiqilish challenge va o'lim bilan reallashga olg'a. Yana spam bo'ldim. Dunyo reallashdimi? Savol reallashdi. Lekin necha piksel bu? 16 shekilli mayli, biroq anchagina go'zal quyosh dumaloq bo'libdi. Juda ham zo'r, lekin oddiy Minecraftda dumaloq emas edi. To'xtanglar, hozir effekt bo'ldim. Wow, animatsiyasi bor ekan buni. Qanchalik ajoyib, zo'r tekstura ekan. Menimcha shunda o'ynasam ekan faqat. Qiziqarli bo'lmaydi. Yana emeralash kerak. Menga chunki realizm yoqadi. Bu cobblestone, pishirilgan cobblestone-mi? Yo'q, oddiy cobblestone ekan, lekin pishirilganga o'xshar ekanda, mayli hammasini olaveramiz. G'alati teksturasi ham juda ham boshqacha ekan. Menimcha 16x, rostdan ham 16x bo'lsa kerak. Mayli. Toshqin bo'lyapti. Tezroq yopamiz. Bizga suv toshqini kerak emas. Qanaqadir muammolar emas. Tezroq yana bir o'lim narsasini topishimiz kerak. Menimcha zombidan yoki zombiga kirib ketmaydi. Chunki buni Galem qildi bu ishni. Menimcha skelet yoki creeperdan o'lish ham bor axir. Creeper portlaydi-ku. Mayli, lekin undan avval bir toshlar aslahalarga kuchayib olaylik. Chunki bir daraxtda yuraversak ham yarashmaydi-da. Kimsan astral faqat daraxtlar yuradimi? Yo'q, albatta. Faqat tosh yoki olmos emas, nezirit yoki olmos yurishi mumkin. Astralga shu yarashadi, to'g'rimi? Agar to'g'ri bo'lsa, albatta komment yozib qo'yinglar yoki like bosib qo'yinglar. Spawn point qo'yamiz va creeper izlaymiz. Menimcha creeper chiqsa kerak shunaqa qorong'u joyda. Yana bitta ana nari tomonda bitta ko'rinyapti. Demak, reallashish vaqti keldi. Qani creeper? Boom! Ajoyib. Yana reallashdi. Qanchalik zo'r, lekin touch kontrollar ko'rinib qoldi-ku. O teksturani yomon ko'raman. Menga touch kontrollar ko'rinmasligi kerak, yo'q bo'lish kerak. Hattoki ko'rishayotgan tomoshabinlarga ham bu xalaqit beradi. Nima kelyapsa men oldimga? Yo'q, o'zing tezroq. Men zombilarni yomon ko'raman, to'g'risi bor. To'xtinglar, zo'r g'oya bor. Axir zombilar bilan men quyoshda olovda o'lsam bo'ladi-ku. Mayli, biroz kuchayib olsam yaxshiroq bo'lardi undan avval. Mayli, bu yerdan ketamiz endi. To'xtinglar, axir men buni tupurgisi borki, bu tupur sahri yana bitta challenge bu ham. Albatta, lekin yarimtadan jon olar ekan. Demak, qani tupurchi bo'lmas ekan. Demak, jonimni biroz ozaytirgandan keyin bu bilan challenge-ni bajarsam bo'lar ekan. Yaxshi, biroz jonimni ozaytiraman unda. Ho'pli, menimcha shu yetarli bo'ladi shekilli. 4 tupurgisi bilan men o'lib qolsam kerak. Yaxshi, qani tupur endi. Lamajon, bitta jonim qoldi, yana bitta deyapman. Nimaga bittadan tupuradigan bo'lib qoldi ekan bular? Axir 2-3 tadan tupuradigan oldin
Lara va nihoyat reallashdik. Lekin men spam point bosishni unutibman. Endi boshdagi spam pointga paydo bo'ldim. G'allanati hammayli. Lekin 64, ya'ni o'zimizni Minecraftdagi teksturaga yetib kelibmiz. Juda ham yaxshi. Menga bu tekstura juda ham yoqadi. Boshqa teksturalardan ko'ra qani unda ketdik. Shader bilan qo'shsa juda ham chiroyli-ku. Hammayli. Ketdik unda shader qachon yonarkin, ha? Menimcha ancha kutaman shekilli, yana ko'proq challenge bajarishimizga to'g'ri keladi. Boyagi qishloqdan esa golemni o'g'irlashim kerak. Ya'ni golem bilan hisob-kitob qilib, undagi temirlarni olib olishim kerak. Aytgancha, men bu uydagi narsalar bor edi-ku, axir sandiqda. Qani tekshiruvchi 3 ta olmos. Wow, obsidian. Shuni qanday ajoyib lootni tashab ketmaslik kerak edi-ya. Boya lekin bir pikseldan bo'lgani uchun men yaxshi ko'rmagandim. Zo'r. Demak, biz endi juda ko'p narsalarga ega bo'ldik. 3 ta olmosni o'zi aytib turibdi, sen hamma narsaga egasan deb. Bu yerda lava bor ekan, lekin hozircha lavadan o'lish challenge-ni qilmay turaylik. Keyin qilaveramiz. Biz birinchi navbatda hozir golemni topishimiz kerak. Qana golem, sen bilan ham hisob-kitob qilish vaqti keldi. Albatta bizga undan avval 3 ta loy kerak va golemni jahlan chiqarib, va tepaga chiqib olamiz. Va bu sho'rpeshonani o'ldirib, barcha temirlarni olamiz. Bechora bebaxt o'lib ketdi. Boyaga topgan olmasimdan kirka yasayman. Bu juda ham yaxshi g'oya va undan keyin shit ham tayyor. Demak, biz hali g'orlarga ham chamiz. Stalagmitdan o'lish challenge bor va lavadan va yana vizer skeletondan o'lish ham alohida bir challenge edi menimcha. Albatta alohida challenge u. Demak, endi bir lavali joy topishimiz kerak ekan. Hammayli demak, qanchagina sayohat qilamiz. Sayru sayohat qilar ekanmiz. Yana suv olamiz. Juda ham yaxshi. Endi har qanday g'orda izlashimiz mumkin, sayru sayohat qilib yurishimiz ham mumkin. Bu nima qilyapti deb aytsanglar, men skeletini o'lish challenge-ni bajarmoqchiman. Boshqa ertekskan boshqa teksturaga ham o'taylik. Oddiy teksturada yura olmasdan. Qani skeletonlarni o'z kuchlarini ko'rsatdilar. Bedrock kuchini ko'rsat. Qani skelet. Va nihoyat. Yo, men spam bo'lib bo'lyapman. Yo, men spam bo'lib bo'lyapman. Yo, tezroq. Meni o'ldirardi. O'zi endi tirilgan bo'lsam, nima o'zgarish bo'ldi? Shader qo'shildimi axir? Men tekstura o'zgaradi deb o'ylabman. Mayli, shader ham bir yaxshi narsa. Shader ham menga yoqadi juda ham. Chiroyli bo'ladi shaderlar. Qani yo'qolinglar bu yerdan, nimaga hali ham kuyishmayapti? Quyosh chiqdi-ku axir allaqachon. Tezroq men yotoqda olay, tezroq. Shaderda ham maza qilib bir o'ynar ekanmiz-da. Qani men yotog'imdan yo'qolinglar bu yerdan. Yotog'imni olaman. Assalomu alaykum. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? G'orda yaxshi o'tiribsizlarmi? Yoninglarga mehmon keldi. Qani, meni kutishga nimalar bor? Portlash emas. Menga bir tort bilan yoki qanaydir bezak bilan kutiladi deb o'ylagandim. Ikkalasi ham menga hujum qildi-ya. Mayli, lekin g'or meniki bo'ldi endi. Bu yerda esa temirlar bor ekan. Temirlarni olib olaman. Bu menga juda ham foydali bo'ladi. Hattoki aslaha ham yasashim mumkin. Bitta aslaham bor ekan-ku, lekin bu yetmaydi. Menga ko'proq temir kerak. Bitta temir va energiya tomonda yana bitta temir bor ekan. Shaderni yaxshi ko'raman. Yonuvchi o'ralar, ya'ni yonuvchi qazilmalar, glowing o'raslardimi? Hashi juda ham yoqadi menga. Yana bittasini mehmonga boryapmiz. Qani meni kutib olinglar. G'orda qanaqa mezbonlar bor ekan? Qani meni kutib olinglar. Lava bor ekan pastda. Juda ham ayni muddo bo'ladi. Yana bitta o'lim challenge-ni ham bajarishimiz mumkin. Yaxshi. Pastga tushish uchun esa suv paqir ishlataman. Suvni ham albatta olamiz. Yaxshi. Suv tagida yana ko'proq narsalar topaman degan umiddaman. Bu yerda hattoki nimalar topishimiz mumkin? Mineshaft chiqib qolsa undan ham zo'r bo'lardi. Stalagmitlar bor ekan. Qanday omad! Yana bitta challenge bajarishimiz mumkin. Bu g'ordan anchagina temirli bo'lib olaman shekilli. Temir juda ham ko'p ekan. Serob desa ham bo'ladi. Cheksiz temir koni ekan, juda ham zo'r. Va boshqa o'ralarni ham topaman degan umiddaman. Masalan, olmos topsak juda ham zo'r bo'lardi-da. Menga dinamik light modi kerak. Olmos bor ekan, shartta bu yerlarni yoritamiz. Boshqa bag'roqlar kelmasin, menga olmos kerak. Olmos juda ham zo'r. Buni teksturasi yaxshi ekan, chiroyli.
ikkita olmos juda ham zo'r. 3 ta olmos bo'lsa undan ham zo'r bo'lardi desam 3 ta olmos yo'q ekan. Ha, mayli shunisiga ham shukur. Hattoki qilich yasashga yarab qoladi. Va lazulit bor ekan, boshqa narsalar kerak emas menga. Lekin yana nima kerak bu yerda? Menimcha boshqa kerakli narsa yo'q. Lavani challenge uchun olamiz, yana bitta o'lim challenge-ni qilish uchun va realizmni qilamiz. Qani yo'qol bu yerdan, kuyib kul bo'l. Erib ket. Zombilar yomon ko'raman. Ajoyib, tong o'tyapti. Tongda issiqqina o'lim topar ekanman-da. Lava qani meni yo'q qil. Va nihoyat 1 2 3 to'xtanglar, spawn pointni bosib qo'y. Axir buni esda chiqartman-ku. Qani sakraymiz. 1 2 3 juda ham zo'r. Yangi realizmga marhamat. Bu qanaqa realizm bo'ldi axir? Lego? Axir bu realizmmi bu? Ovozlarini qarang. Ovozi ham bor ekan buni. Barglarmi bular? Ovozi bor ekan bularni ham o'zini. Juda ham g'alati. Bunaqa realizmni kutmagandim lekin. Quyoshni qo'lda chizib qo'yishganmi? Nima bo'la axir? To'xtanglar, boshqadan kelamiz. Hamma yoq Lego bo'lib ketibdi. Oho, quyosh qaranglar, kunga boqar yo'shab qopti-ku. Lava ham Lego juda ham g'alati. Chelakni qaranglar, chelakni turishini qaranglar. Hammasi Lego bo'lib ketgan, hammasi. Mayli, demak bu realizmga ham yetib kelibmiz va yana boshqa realizm ham chiqishimiz kerak, chunki bu juda ham lag ekan, juda ham qotyapti. Optimizatsiya qilinmagan 3D blok bo'lsa mayli edi, lekin 3D blok ham emas-da bu. Lekin realizm desa ham bo'ladi-yu, bo'lmaydi ham, ikkala tarafiga ham kirib ketar ekan. Mayli, yangi challenge-ni topamiz. Yangi challenge esa stalagmitdan o'lim topish bo'ladi menimcha. Stalagmit esa menda bor. Biroz lekin ozgina bir sayr qilib ko'raychi bu yerlarni. Muncha lagli bu olam juda ham qotyapti bu olam. Nervimni qichitib boryapti, lekin juda ham asabim buzilib ketyapti. Tezroq stalagmitda o'lib ketmasam bo'lmaydi. Bunchalik qattiq qotishdan to'g'risi boshim og'rib ketdi. Stalagmit shu yerga tur. Qani men tezroq o'lishim kerak. Tezda. To'xtanglar, men hali spawn point ham qo'ymabman-ku. Yotoqni qo'yamiz va spawn point to'xtanglar. Bu yerga emas, bu yerga qo'yib qo'yaman va spawn point tayyor. Qani stalagmit meni tezroq yo'q qil. Jonga tegdi bu Lego Minecraft qotyapti juda ham. Qani tezlashamiz. Ozgina jonim qoldi, bitta jonim. Va nihoyat juda ham ajoyib o'lim topdim. Bro, bu nimasi? Qanaqangi realizm bu? Buni cho'p desa bo'ladi. Saksovulga o'xshab ketar ekan, lekin va juda ham muammoli. Stalagmit ham o'zgarmabdi. Mayli, o'zgarmasang o'zgarma. Bo'ldi, boshqa stalagmit menga kerak emas. Va bloklar ham g'alatimi? Grass bloklarni qaranglar, qanaqadir bugli tekstura shekilli. O'zim yarasam ham bundan chiroyli yaratardim. Lekin mayli, bunisini qo'yishgan ekan, ham mayli. Juda ham ajoyib ham demasak ham bo'ladi-yu, lekin barglarga gap yo'q. Mayli, tezroq ketdik. Rostdan ham barglarga gap yo'q. Qaranglar, vau, barglarga 5 yetdim. 10dan nech qo'ysam ekan? 10dan bo'pti, 10dan 6 qo'yaman. Lekin to'g'risini aytsam, grass bloklariga -3 qo'yaman. Lekin suv ham juda ham chiroyli. RTX ga o'xshab ketadi birozgina. RTX emas endi, realistik tekstura pakka o'xshab ketar ekan. To'g'risi o'zim yasasam ham bo'lar ekan-ku, lekin o'zim yasasam 1-2 oy ketadi-da yoki undan ham uzoq vaqt ketadi. Men lava topaman deb hali juda uzoq yuraman shekilli. To'xtanglar. Hozir qanaqa ovoz eshitildi? Nahotki lava? Oyog'imiz ostida nahotki lava? Wow! Bu yerda lava, yaxshi ham quloqlarim yaxshi eshitadi-ya. Oyog'imiz ostida lava turibdi ekan, demak obsidian olishimiz mumkin. Nezerga ham ketamiz. Juda ham zo'r. Ozgina ovqat. Ovqat emas. Nezer portali. Oho, bizga endi bu lava kerak emas. Turqi sovuq lava yo'qol endi. Tezroq men Nezer portaliga ketdim. U yerda yaxshigina loot chiqadi degan umidaman. Yo'q.
kirka bilan o'ldirdim hozir bir zarbada. Do'stlar, bu kirka shunchalik ham kuchlimi? Hozir yoki bo'lmasa u chalajonmidi? Boshqatdan o'ldirib beraman buni. Qani qo'y, endi rozi bo'lasan? Appali, bitta o'ldidi. O, sakirsam bittada o'lyapti. Nima 5 ta ataka ekan? Nima shunchalik ham kuchsizmi bu? Qani sigirni o'ldirib ko'raychi. O, bittada o'lmadi, 2 tada o'lyapti. O, yaxshigina kirka ekan. Olmos kirkaga 10 dan necha baho beramiz? Men 10 dan 70 baho bergan bo'lardim. Juda ham zo'r. Bu yerdagi teksturalari ham juda ham chiroyli, lekin men tezroq Nether portalini topishim kerak. Bu yerdagi sassiq obsidianlarni olib tashlaymiz. Yig'loq obsidianlarni tezroq bularni yo'q qilamiz va portalni yondiramiz va Netherga olg'a qilamiz. Nima? Quartz qazilmasi axir suyaklardan qilinadimi? Suyaklardan paydo bo'ladimi bu axir? Qaranglar, odam suyaklari turibdi bu yerda. Ha, mayli, yana bitta o'lim challenge. Ya'ni Nether'dagi yotoq portlashidan o'lish. Qani, boshladik. Yashamki portal yoniga spam point qo'yib qo'ygandim. Mendan rozi bo'lasizlar, Nether ahli. 1 2 3 portladik. Oh my god, yangi realizm. Bu qanaqangi realizm bo'ldi? Oho, judayam realistik shader. Judayam realistik. Necha x bu axir? 120 mi yoki undan yuqorimi? Shaderga gap yo'q, lekin kuz mavsumiga loyiq ekan. Judayam chiroyli. Suvini qaranglar, suvini. Suv ham o'ziga mos, lekin bir tekshirib ko'raychi atrof muhitni. Atrof muhit judayam chiroyli, faqat kuz mavsumiga o'xshayapti. Demak, bu menimcha Halloween uchun yaratilgan pakka o'xshayapti. Qani bir o'rmon ichini tekshirib ko'raylik. Biz hali Netherga ham borib kelishimiz kerak. Juda ko'p ishlarimiz bor. Wizardni topishimiz kerak, ya'ni Wizard skeletonni. Rostdan ham bu pak Halloween uchun yaratilganga o'xshayapti. Qaranglar, hamma yo'q, judayam qizil, sarg'ish rangda. Kuz mavsumiga loyiq ekan. O'zi Halloween emas, kuz mavsumiga loyiq ekan. Qaranglar, qip-qizil, judayam boshqacha rangda. Lekin men qizil rangni yomon ko'raman. Ha, mayli, judayam tez o'zgarishlar bo'lyapti. Ertagisiga yaqinlashib boryapmiz. Ha, mayli. Bundan qutulaylik tezroq. Men bu shaderni yomon ko'rib ketyapman. Chunki bu yerda hamma yo'q qip-qizil. Men qip-qizil emas, moviy rangni yaxshi ko'raman. Tezroq ketdik. Men Netherga bormasam bo'lmaydi. Bu yerdan, bu realizmdan qutulmasam bo'lmaydi. Bu shader hattoki Netherga ham ta'sir qilgan shekilli. Nether o'zi qizil edi, undan ham qizil qilib tashlabdi. Ha, mayli, bir chidab turamiz birozgina. Lekin sen bilan bir savdolashim kelyapti-da, cho'chqavoy. Qani, savdolashib ko'raylik, nimalar bera olar ekansan. Undan oldin esa men qanaqadir pana joy topishim kerak. Bu yerda Enderman yoki bo'lmasam Gast paydo bo'lib qolmasin, ko'zlarini boqraytirib. Mending berdingmi? Yo'q, menimcha bular mending bermaydi. Kamdan kam yoki umuman hayotda ham bermaydi. Soul Speed bo'lishi aniq. To'g'ri, Soul Speed aniq. Gravel berdi. Quloqsiz Piglin, seni quloqlaring yuzib olaman hali. Tezroq yaxshiroq narsalar berish menga. Tezroq. Bu yerda esa qora stone gaz kelyapti yana. Yo'qolsang-chi bu yerga kelaverasanmi? Endi meni kuzatib yuraveradi meni ko'rgani uchun. Va nihoyat Gast ketdi. Endi narsalar oson bo'ladi. O Ender Pearl tushdi. Bu juda ham yaxshi. Yo'q. Ketdi desam, bu yana bu yerda paydo bo'libdi. Ko'zingga qurt tushdi tezda meni joyimni yo'qolchi. Men bu yerdan ketishim kerak eplab. Ajoyib. Fire resistant berib tur. Lekin bu unchalik ham foydali emas hozircha. Buni biz hali nima deydi? Qizil qal'aga borgan ishlatamiz. Albatta Qizil qal'aga borib olaylik. Keyin o'zim bilaman nima qilishni. Wizard skeleton o'lish kerak va u yerdan blaze'larni o'ldirish kerak. Keyin undan keyin nima qilish kerak edi? Ender Pearl topish kerak. Yana ko'proq Ender Pearl topishimiz kerak. Oxirgi o'lim challenge bu void, ya'ni cheksizlikka tushib o'lish kerak. Qaranglar, men nima topib oldim? Pastga kavlab ketayotganimda shularning o'zi chiqdi mendan oldimdan. Juda ham zo'r, lekin menimcha bu yerda qizil qal'a ham bo'lsa kerak. Qani jang qilish vaqti keldi. Urushamiz senlar bilan. Qani, yo'q, men urushman, lekin men ursam mayli endi.
Biranta tushibdi, yaxshi. Endi keyingilarni topishim kerak. Ya'ni qizil qal'ani o'zini topishim kerak. Qani qizil qal'a qaysi tomonda ekani? Pastdami yoki tepadami? Qani ko'raylik, pastroq tushib ko'ramiz. Kavlaymiz, bekorga spam bo'lmaydi. Faqat qizil qal'ada spam bo'ladi bular. Aytganimdek qizil qal'ada ekan. Mana mening zo'r qamoqqa olish usulim borda, lekin bularni osongina o'ldirish mumkin, chunki Bedrockdagi hatto ifritlar ham juda kuchli uradi. Demak, shu yerdan kavlasam, bu yerdan kavlasam va bu yerdan kavlasam, ular keladi va o'zlari tuzog'imga tushadi. Osongina hammasini mahv etaman. O'zlari yurib kelyapti, xatoki qaranglar. Menda yaxshamki bolta bor, keyinroq agar tugab qolsa yana boshqa yasaman va nihoyat Enduro tushyapti. Enduro deymanda Blazer tushyapti. Shunday qilib bundan keyin esa Ender Pearlni topishim kerak bo'ladi va nihoyat Shaderga ham gap yo'q. Blazerutlar ham porlab turibdi, xuddi ertakga o'xshab. Juda ham yaxshi blazerlarni o'zi ham porlayapti. Qaranglar, juda ham chiroyli bo'ldi. 10 ta blazerut yetib ortib ham qoladi. Endi bu yerdan surib olish kerak. Crafting table'ni olamiz. Tezroq sin endi bu yerdan qochamiz. Yaxshiyamki yonginamizda yashil o'rmon bor ekan. Endi bu yerdan endermenlarni ovlaymiz. Albatta o'zimizga avval chayla qurib olamiz va endermenlarni ovlashni boshladik. Jonga tekkan endermenlar, senlarni o'ldiraman deb o'zim o'lib ketay deyapman hozir va nihoyat 15 ta ender pearl qildim. Attiga 4 ta daraja berdi menga. Axir 15-daraja edim, 19-daraja bo'pman. Endi so'rga 4 ta daraja ko'tarildim. Shunchalik daraja ko'tarish osonmi yo qiyinmi desam, tezroq yana qizil qal'aga qartib turib vizer bilan urishishim kerak. Bolo, vizerlarni izlash ham shunchalik qirilib ketganmi deyman, vizerlar ham izlayapman. Yo'q, hozir gapirsam o'zlari chiqib qoldi. Tezroq bekinish kerak qayergadir. Shuncha mob kelyapti ekan, to'g'ri o'lsam ham o'laveraman. Sekin baribir o'laman va o'ldim ham realizm bo'ladi endi. Spam ham bo'ldim, lekin juda ham qotyapti. FPS nechiga tushib ketdi. Quyoshga gap yo'q, osmon ham ko'rinib turibdi, juda ham chiroyli. Shader yangilanibdi, demak, bu nechinchi darajali shader ekan, To'g'risi aytsam, o'zim ham bilmayapman. Shuncha loot olib kelibman. Vau, proza gap yo'q. Lootlarimga o'zim ham ishonmayapman. Mayli. Endi ketamiz bu yerdan. Juda ham chiroyli shader, gap yo'q. Mayli, hamma narsani kapitalavermay. Suv ham juda chiroyli-yu, lekin menga unchalik ham yoqmayapti. Mayli, suzdik va endi End portal, Strongholdni topishimiz kerak. Strongholdga borib, End Voidda o'lishimiz kerak. Menimcha faqat shu qoldi xolos. O'rmon bo'ylab yuramiz. Yaxshamki maxluqlar chiqmayapti. Chunki endi tong otyapti-da. Bir kun ketib qoldi shekilli. Shu jo'rgimchak meni orqamdan quvlab nima qilar ekan? Baribir o'ladi. Yana boshqa maxluqlar kelmasin-da. Yana bittasi kelyapti endi, sen ham o'lasan. Creeper, zombi, qaysi biring kelsang ham o'lib ketasan. Osongina qo'limdan jon berasan, menda olmos qilich bor. Mayli, ketdik. Tezroq topmasam bo'lmaydi, zerikib ketdim. Strongholdni topmasam hozir bunaqa quyosh nurlar ham ko'zlarim olyapti. Tezroq ketmasam bo'lmaydi. Stronghold, qayerlarda qolding? Qani? Shu tarafda ekan. Demak, shu tarafga qarab ketamiz. Qishloq topildi. Demak, Stronghold yaqinmi deyman. Stronghold ko'pincha yangi versiyalarda shu Stronghold qishloqni tagida topilardi-yu, qani ko'ramiz. Bu safar ham qishloqni tagida topilarmikin? Qani tevaga chiqamiz. Bu yerda golem bo'lsa yaxshi bo'lardi. Uni ham temirni olib oladim. Yo'q, bu yerdagi nondan olay undan ko'ra. Qordim-och, judayam qordim-och, non olamiz. Hammasini yig'ishtirib olamiz. Keyin non yasab mazza qilib qornimizni to'yg'izamiz. To'g'rimi? Hamma savollarni o'g'irlayapman. Olib ketyapman, o'g'irlamayapman endi. O'zimga kerak edi, sizlarga kerak emas. To'g'risi, sen qishloqlar bu yerda juda fermerlar ko'p ekan. Shuni boy fermerlarga o'xshayapsizlar, mazza qilib yurorish. Menga samollaring kerak xolos. Omonat berib tursang ham mayli. Nahotki qaysi gunohim uchun bu qishloqni tagida chiqmadi? Yana uzoqroqqa yurishimiz kerak ekan. 10,000 chaqirim yursakchi yoki 20,000 chaqirim yursakchi. Endi yana meni ko'rib turasizlar, nima ham qilardik? Mayli. Astralni tomosha qilishda davom eting, obuna ham bo'linglar albatta kanalga.
kelajakda biz yana ham zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz yoki harakat qilaman. Menimcha hozircha jamoa tuzish niyatida emasman, lekin yaqin orada jamoa tuzishim mumkin. Balkim jamoaga qo'shilmoqchi bo'lganlar tayyorlanib turinglar, chunki yaqinda men ham jamoa tuzishim mumkin, balkim katta kanalda jamoa bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun nomzodlar o'zinglarni tayyorlanglar deb qo'ysam, o'zimni katta odam deb sanavordim. Ha mayli, qani ketdik, e'tibor ham bermaymiz. Men ko'pincha hozircha endi o'zim yolg'iz olyapman video, chunki o'qishda bo'lganim uchun ko'p vaqtim ham bo'lmayapti. Boshqalarning videosiga qatnasha olmayman. Bo'lmasam lichkamga nechta odam yozyapti, meni videomga qatnashing deb. Lekin hozircha men kimnidir videosiga qatnashadigan darajada bo'sh vaqt topa olmayapman. Chunki o'qishdan o'zi kechga yaqin kelyapman va hozirgi videoni ham tun yarimda olyapman. Hozir 23:49 o'tdi, ya'ni tun yarim. Endi men uxlash o'rniga sizlarga video olyapman. Ha nima bo'pti, uxlamasam uxlamabman. Muhimi sizlarga kontent chiqarishga harakat qilyapman. O'rmonlar. Atmosferani o'zgarishini qaranglar. Birpasda sariq rangga kirdi. Atmosfera juda ham ajoyib. Xuddi Java shaydariga o'xshab qolibdi. Juda ham chiroyli. Ha mayli, bu atmosfera menga yoqyapti. Yana shu jungle o'zi qanaqa edi? Taygamidi? Yo, tayga emas, savanna. Ha, savannada yana ko'proq yuraman degan umiddaman. Lekin sizlar uchun bir selfie tushib qo'yay. Discordga ham tashab qo'yaman. Qani 1-2-3 chiliq bu yerga o'xshamayapti. Bu yerga qilamiz yoki bu yergami, bu yergami? Endi yaxshi rasm chiqadi. Shiliq rasmga olamiz. Ajoyib. Juda zo'r. Rasmiy ham tushib oldik. Endi yo'limizda davom etamiz. Yana bitta challenge esimdan chiqib qopti. Axir men suvda cho'kib o'lganim yo'q-ku, to'g'rimi? Mana shu yer juda ham mos ekan, hattoki chiroyli ham. Yotoqni bu yerga qo'yib qo'yamiz va spam pointni qo'yamiz. Suvga cho'kib o'lamiz. Qani suvga katta sakraymiz, katta tezlikda suv tubiga tushamiz va suv tubida biroz kutib ham turamiz. Suv tagiga o'zim cho'kib ketsam kerak desam, tepaga chiqib ketyapmanmi? Qani quyosh nurlari meni qizdiringlar desam, suvda turibman-da. Qani suvda shu yerda kutamiz 1-2 soatmi yoki 1-2 daqiqami? Muhimi men shu yerda o'laman va yangi realizmga qadam qo'yamiz, to'g'rimi? Qani nafasim ham tugadi, endi jonlarim ham ozayapti. Har birda bitta jondan, shunaqa ham kuchlimi? Regeneratsiya ham ulgurmayapti. Qani o'lasan va o'ldim. Tadam! Yangi realizmga xush kelibsizlar. Bu ham yangi darajadagi sheyderga o'xshayapti. Hamayla sheyderlar almashyapti-kan, lekin qachon tekstur o'zgaradi odamzodlar? Tekstura ham o'zgaribdi. Hate maps. To'namapmi? Hate maps ekan. Bo'ldi. Hate maps ekan. Hate map ham bu yangi daraja, ya'ni telefonni qotirib yuboradigan darajadagi katakli daraja bloklari. Menimcha meni telefonim ko'tararmidi o'zi aslida buni? Ha, ko'tarar ekan demay o'ynayapman bemalol. Demak, bu ham yangi darajaga ko'tarilish ekan. What? Qanday paydo bo'lib qoldim bu yerda? Hazillashdi. Men 1 soat buni qidirdim va o'sha joylarni kesib tashladim. To'g'risi aytsam juda ham zerikarli bo'ldi buni izlash. Ya'ni 1,5 soat vaqt oldi. Hozirgi soatni qarasam necha bo'lyapti? 1,5 bo'lyapti. 1:54 bo'ldimi shunday. Bu strongholdni topish ham shunchalik ko'p vaqt oldi-ya. Va nihoyat endi xonani ham topishim kerak. 10% zaryadim ham qopti. Axir boyagina 40 zaryad edi. Hamayli, strongholdni izlash juda ham ko'p vaqt olib boribdi. Endi xonani ham topishim kerak. Xonani topish ham yana 1,5 soat olish kerakmi endi? Bitta joyda aylanib yurganga o'xshayapman bor-u. Va nihoyat topdim. Sandiqni kirach, sandiqda hech bola yo'q. Bu sandiqcha yo'q, hozir bu sandiqni qo'yib turay. Undan ko'ra men buni sindirib tashaman. Hozir kalamushlar meni talamish qilib yuboradi. Tezroq buni ham yo'q qildik. Ajoyib portal ham shu yerda. Omadni qaranglar, bironta ko'z yo'q. Yaxshimki hammasini saqlab qolgan ekanman. Bittasi yorilib ketdi yo'lda. 12 ta ender ko'z va 5 ta ortib qoldi. Endi buni ham portlatish, ya'ni portlash deyman, portalni faollashtirish vaqti keldi. Qani yon, bu ham yonadi va yonadi. Portal va nihoyat o'ziga keldi. Men esa maqsadimga erishishga ozgina qoldim. Oxirgisi voidga sakrash. Keraksiz narsalarni shu yerga tashlab yuborsammi deyatdim, lekin bu stringni olib ketaman.
string emas, stream edi shekilli, ya'ni bo'yoqchi. Bo'yoqdan albatta olib ketaman, balki kerak bo'lib qolar kelajakda. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q bu yerda. Endi Endga sayohat qilamiz. Qani sakradik. Endga ham sayohat qilyapmiz va bu atrofda g'alati-ku, buncha g'alati. Narigi tomonga o'tgan bo'lardim, lekin meni maqsadim boshqa. Bu safar Endermanni o'ldirmaymiz. Bu safar Voidga sakraymiz. O'zi Voiddan saqlanib qolardik-ku, ehtiyot bo'lardik, endi sakrar ekanmiz. Nima ham qilardik? Qani sakraymiz unda. 1 2 3 va qani men o'lyapman. Va nihoyat o'ldim. Va yana tirildim. Bu safar hate mapmiz. Hate map emas, tone mapli shaderni qo'shibdi. Axir ozgina 0.00 dan 1 darajalik tepadagi shaderku axir bu. Hammayli hate mapdan keyin tone mapdan keyin hali yana juda ko'plari bor. Undan shaderdan keyin RTX teksturalari bor. Ulargacha yetib borishimga hali nechta o'limim bor. Ularni hali u darajadagi shaderlarga yoki bo'lmasam teksturalarga yetib borish uchun telefonim chiday olmaydi. Hattoki men ham chiday olmayman hozir, chunki ko'zlarim yumilib ketyapti, uyqum kelyapti. Sizlar esa hali ham obuna bo'lganinglar yo'q. Bezirab qarab tura olmasin, tezroq obuna bo'linglar. Men esa tezroq uxlashim kerak. Tezroq obuna bo'linglar. 1 2 3 obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.